بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا barchamizni iymon bilan, hidoyat bilan o'zini dinidagi din ustunlaridan biri bo'lgan Ramazon ro'zalarini tutish nasib aylagan. Mana bu tutilgan ro'zalarini inshaalloh shu kunday ulug' Ramazon hayit bayrami, ya'ni qilingan amallarga beriladigan mukofot bayram kuniga yetkazgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Mana bu kunlarni hammamiz uchun xayr barakotidan, yaxshiligidan, fayzi ilohiy nuru rahmatidan Alloh taolo bahramand qilsin. Ushbu ulug' kun Ramazon hayit bayrami hammamizga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchamizni Ramazon oyidagi tutgan ro'zalarimiz, o'qilingan xatm Qur'onlarimiz, kechalari qiyomul laylarda o'qilingan tasbihu tahajjud namozlarimiz, zikrlarimizni Alloh taolo o'z dargohida qabul aylasin. Sahoba ikromlar mana bu kunlarda bir-birlarini tabriklardilar. Taqabbalallohu minna va minkum. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizlardan va sizlardan qilingan toat ibodatlarimizni qabul qilsin dedilar. Hammamizdan Alloh taolo ibodatlarimizni qabul aylasin. Ramazon oyi mo'min musulmon inson uchun barakot oyi. Ibodatda, umrda ziyodalikni, savobda ziyodalikni Alloh taolo marhamat qilib bergan oy. Inshaalloh mana bu oylarda qo'limizdan kelgancha toat ibodatda bo'ldik. Alloh taolo hammamizni inshaalloh bu Ramazon oyidan gunohlardan pok holatda o'zining rahmatiga, mag'firatiga cho'milgan holatda ulug' ajrlar bilan, mukofotlar bilan chiqishligimizga Alloh taolo o'zi muvaffaq aylasin. Zero bugun inshaalloh Alloh subhanahu va taolodan ado qilingan ibodatlarni mukofotini, haqqini olinadigan kun. Mana bu kunni dinimizda ikkita bayramdan biri Fitr, Ramazon, hayit bayrami deb e'lon qilingan. Bizda endi hayit deyiladi, o'zi asli Eid. Eidul Fitr. Fitr degani og'iz ochish degani. Og'iz ochishlik. Ya'ni og'izi yopiqlikdan, ro'zadorlikdan og'iz ochishlikka chiqish kuni. Eid endi Eid degani bayram degani. Ada yaudu degani arab tilida qaytish degani o'zi. Eid degani qayta keladigan. Har yili qayta takrorlanib keladigan bo'lganligi uchun bizda endi Eid so'zini hayit deb o'rgan. Ya'ni har yili qayta mana shunday bayram kunlari mo'min musulmonlar uchun Alloh taolo bayram qilib bergan kuni. Bayram nima? Bu kunni qanday biz bayram deb tasavvur qilamiz? Bayram o'zi qanday holatda nishonlanadi? Nima uchun bayram qilinadi o'zi? Buni sababi aynan mana bu kun, xosatan Ramazon hayit bayram kunini payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam shu haqida marhamat qilib aytibdilarki, Ramazon hayit kuni tongida hamma ko'chalarning boshida farishtalar turib oladi. Ramazon hayit bayram kuni tongda har bir ko'chani boshida farishtalar turib oladi. Masjid eshiklari yonlariga kelib olishadi va nido qiladilar farishtalar. Ey mo'min musulmonlar jamoasi, sahiy bo'lgan, yaxshiliklarni ato qiladigan Robbingizni, Allohning huzuriga shoshilinglar deydi. Alloh sizlarga ko'p yaxshiliklarni ato qiladi, savoblarni beradi. Dar haqiqat sizlar kechalari bu Ramazon oyida ibodat, ya'ni namoz o'qishlikka buyurilgan edingiz, namozlarni qoim qildingiz. Kunduzlari roza tutishlikka buyurilgan edingiz. Bu oylarda siz roza tutingiz. Alloh taologa itoat qildingiz. Mana bu kunda sizlar endi bu qilingan yaxshiliklaringizni evaziga Robbingizdan mukofotlaringizni olingiz deb nido qiladilar. Hayit namozi yakuniga yetganidan keyin bir farishta nido qilib aytadiki,
namozlaringizni o'qidingiz, toatlaringizni ado qildingiz. Bu kunda qilgan namozlaringiz qabul bo'lgan, ibodatlaringiz, toatlaringiz qabul bo'lgan holatlaringizda o'z uylaringizga qaytingiz, xursand holda bo'lingiz. Chunki mana bu kun sizlar uchun mukofot beriladigan kun. Mukofotlanadigan kuningiz. Chunki bu kunni osmonda ham mukofot kuni deyiladi. Osmonda ham mukofot kuni deb aytiladi, deb marhamat qiladilar. Demak, mana bu kuni biz bir oy davomida qilingan toat ibodatlarimizni haqqini oladigan kun. Ya'ni Alloh taolo bu kun xuddi inson biror bir xizmatchini ishlatib pulini bergani kabi bandani ham Alloh subhanahu va taolo o'zi zimmasiga yuklatilgan vazifa edi. Bandani zimmasiga yuklatilgan vazifa edi. Qilingan ibodatlarni, toatlarini mana shu dunyoda bandalarini taqdirlashlik uchun, shu dunyoni o'zida taqdirlab qilingan toat ibodatni huzur halovatini his qilishlik. Ya'ni qilingan xizmatni o'zimiz uchun qilamiz. Lekin shu xizmatni huzur halovatini his qilish, ya'ni Parvardigor bir oy roza o'tdi. Alhamdulillah roza tutdim. Kechalari xatm Qur'onlarda bo'ldim. Lekin bunga muvaffaq qilgan o'zingsan. Kuch-quvvat berding, sabr qanoat berding. Shunday insonlar bo'ldi. Bir oy Ramazon qanday kelgan bo'lsa, shunday o'tib ketdi. 11 oy davomida qanday toatda bo'lgan bo'lsa, qanday o'zini dunyo bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, hech qanday bir parvo qilmasdan o'tdi. Lekin alhamdulillah Alloh menga sog'lik berding. Sabr qanoat berding. Kechalari qoim bo'ldim. Bunga muvaffaq qilgan o'zingsan. Allohim o'zing bu qilgan toat ibodatlarimni dargohingda qabul qilgin deb Robbimizdan mana bu kuni duo qilib Parvardigorga havola qiladigan kunimiz. Banda Alloh taologa toat ibodat qilganda Alloh taoloni buyurgan buyrug'ini shariatiga muvofiq amal qilib bajaradi va so'ngida Robbisiga havola qiladi. Mana bu ibodatning odobi hisoblanadi. Ibodat qildi-yu, mana Xudoga shukr, qutulib oldim, bo'ldi deb hali qilingan ibodatni orqaga tashashlik emas, balki sog'inib qolish. Ramazon oyini sog'inib qolishimiz kerak. Shunday kun har bir lahzasiga toat ibodatlarga ko'p savob beriladigan muhlat qo'limdan ketdi-ya. Parvardigor ish qilib men uchun bu Ramazon oyini umrimning so'nggi Ramazoni qilmagan. Xatm Qur'onlarni o'qidik, alhamdulillah. Yana qayta mana shunday xatm Qur'onlarga yetaylik. Inshaalloh keyingi yillarda ham kuch-quvvat bilan, sabr qanoat bilan Allohim Ramazon oylariga yetay, ro'zalarni tutayin, darajatlarimni ko'paytirgin degan niyatni qilib qolishimiz kerak, duoni qilishimiz kerak. Bugun mana shu qilingan toat ibodatlarimizni Alloh taologa havola qilib, odob bilan Robbimizdan ulug' ajr savobni oladigan kun. Bugun inshaalloh Alloh taolo tomonidan bandalari, ya'ni mu'min musulmonlar taqdirlanadigan kun. Shuning uchun bu kunni hattoki roza tutishligi harom deyilgan. Nega? Chunki bandalarga mashaqqat bo'lmasin. Bu kuni bandalarim xursand bo'lsin. Bu kun ular qiynalmasin. Bir oy roza tutdi. Endi buni huzur halovatini ko'rsin. Hatto nafil roza ham, qazo roza ham tutib bo'lmaydi. Mana shu kuni. Chunki Alloh taolo bu kunni mashaqqatini ko'targan bandalardan. Bandalarim bugun xursand bo'lsin. Bandalarim bugun toqatlari yetmaydigan narsalar bilan mashg'ul bo'lmasin. Hatto bu kun ulug'larimiz aytadilarki, shayton aldab qo'ymasinki, bugun ishlamasang bo'lmaydi. Bugun bunday qilib qolgin deb, hattoki tanangizni ham mashaqqatga qo'ymaydigan kun deydi. Bugun shunday kun. Bugun og'ir mehnat qilinmaydigan kun. Yengil inson o'zini toqati etadigan, yengil ishlarni qiladigan kun. Bayram bo'lsa-yu, qiyinchilik bo'lib tursa, mashaqqat bo'lib tursa, banda qiynalib tursa, u bayram tatimaydi. Hazrati Ali roziyallohu anhu aynan shu borasida aytgan ekanlarki, ro'zasi qabul qilingan, ibodatlariga ajr berilgan, mukofot berilgan va gunohlari mag'firat qilingan kishilar uchun mana bugun bayram degan ekanlar. Bugun kimga bayram? Bugun shunday kishilarga bayramki, ro'zalari qabul bo'lgan, ibodatlariga ulug' ajr savoblar berilgan
va gunohlari mag'firat qilingan bandalar uchun, kishilar uchun bugun bayram. Bayramligi ham shunda. Bayram bo'lsa-yu gunohi kechirilmagan bo'lsa, toat, ibodat qilmagan bo'lsa, qanday qilib u bayram tatishligi mumkin? Nimasiga ajr mukofot oladiki, agar u toat, ibodat qilmagan bo'lsa? Bugun kimga bayram? Bugun toat, ibodat qilgan bandalari uchun bayram. Nega? Toat, ibodat qilgan bandalarini bugun Alloh taolo taqdirlaydi. Ajrini, mukofotini beradi bugun. Mana shunday kishilar uchun bayram. Bugun biz uchun bayram, ertaga ham biz uchun bayram. Alloh subhanahu va taologa osiy bo'lmagan, gunoh qilmagan kunlarimiz biz uchun bayram degan ekanlar. Banda kunini eson omon o'tkazganligi, toat bilan, Alloh taoloni itoatiga bo'ysungan holatda, buyrug'iga bo'ysungan holatda o'tkazgan kuni, gunoh ma'siyatga qo'l urmagan kuni banda uchun bayram. Yaxshilikka muvaffaq qilib qo'yganligini o'zi Alloh subhanahu va taoloning o'sha bandaga bergan tuhfasi hisoblanadi. Shuning uchun Hazrati Ibn Ataulloh Sakandari rahmatulloh alayhi aytadilarki, bandaga o'zi aslida Alloh subhanahu va taolo tomonidan bir ibodatga yo'llab qo'yganligini o'zi katta bir bandaga Allohning tuhfasi deydi. Alloh taoloning bergan tuhfasi. Lekin Alloh hadiya qilib bergan narsaga qanday qilib undan siz sovg'a yoki undan haq talab qilasiz? Go'yoki buni haqqi bir boy odam, bir badavlat inson sizga qo'lingizga bir tuhfa hadiya berdi-yu, endi o'sha hadiya berganligi uchun undan haq talab qilganingizga o'xshaydi degan ekanlar. Ya'niki bir banda sizga bir hadiya berib turibdi. Endi siz aytasizki, "Oy boyota, siz endi menga hadiya berganingiz uchun endi buni haqqini to'lab qo'ying" degan bilan barobar bo'ladi. Bandani ham debdilar, Alloh subhanahu va taologa debdilar. Toat, ibodatga yo'llab qo'ygandan keyin uni haqqini bergan deb go'yoki o'jarlik qilishligi, odobsizligi u bandani Alloh subhanahu va taoloni bergan hadiyasini past sanashlik bo'lib qoladi. U pastkashlik bo'ladi degan ekanlar. Odobsizlik bo'ladi. Ya'ni bu kun endi shuncha ibodat qildim, haqqini berginda degan bir talabgorlik emas, balki Alloh taolaning fazliga topshiradigan. Ya'ni Alloh alhamdulillah avvalo roza tuttirib qo'ygan o'zingsan. Bunga bir og'iz masalan oshqozonni shunda burab qo'yganda, bir oy roza tutalmasdan oshqozonni ushab kasal bo'lib o'tishligi ham mumkin edi. Lekin ey Parvardigor, inshaalloh umid qilamanki, bu rozalarga kuch-quvvat berib qo'ygan o'zingsan. Shu rozador og'izim bilan kechasi bilan xatmi Qur'onlarda turgizib qo'ygan o'zingsan. Bu qilgan ibodatlarimni Alloh taolo sen muvaffaq qilding. Endi mendan buni qabul qilgan. Ajr mukofot berish o'zingdan ya Robbi. Ajr mukofot Alloh taolo tomonidan fazli bilan beriladigan narsa. Alloh taolo agar uni o'zini adolatiga olsa bir ibodatni bandasidan qabul qilishligini, bandam bo'yningdagi qarzingni bajaryapsan xolos. Biror bir xirmorimni ko'tarib qo'yganing yo'qsan, yoki bir obro'yim sen uchun oshib ham qolgani yo'q, sen tufayli, yoki obro'da sen qilmasang tushib ham qolmaydi. Bandalik burchingni bajarding xolos deyishga Alloh taolaning haqqi bor. Endi Alloh taolodan inson nima qiladi? Fazlini so'raydi. Ya Robbi, adolatingga olsang men halok bo'laman. Adolatga haqiqatan ham agar bandani Alloh taftish qiladigan bo'lsa, Alloh taolo adolatiga oladigan bo'lsa, bandani payg'ambar alayhisalom aytdilarki, hech birimiz dedilar, hech qaysingiz amalingiz bilan jannatga kira olmaysizlar dedilar. Amalingiz yetmaydi jannatga kirishlikka dedilar. Shunda sahobalar aytdi, ey Allohning rasuli, hatto siz ham amalingiz bilan kira olmaysizmi dedilar. Men ham hattoki payg'ambar bo'la turib jannatga amali bilan kira olmayman dedilar. Balki Alloh subhanahu va taolo o'z fazli karamiga olsagina kiraman dedilar. Alloh fazli marhamati bilan kirgizadi. Agar Alloh taolo bandani o'zini adolatiga oladigan bo'lsa, bandaligini bajo keltirishlik uchun umri yetmaydi. Shunchalik darajada.
Bu shariatimizda buyurgan amallar insonni shu bandaligini bajo keltirishlik uchun bir omil hisoblanadi. Alloh taolaning yo'rig'i hisoblanadi. Endi shu yo'rig'iga solib qo'yib, o'sha yo'riqda yurgizib qo'yganligini o'zi bandaga berilgan tuhfa hisoblanadi. Ro'zani ro'za vaqtida tutkizib qo'yishligi, namozni o'z vaqtida o'qitib qo'yishligi, boy badavlat qilib zakot berdirib qo'yishligi, qodir qilib xayr ehson qildirib qo'yishligi, toat ibodatiga yo'llab qo'yishligi Alloh subhanahu va taolo tomonidan banda uchun bir tuhfa hisoblanadi. Alloh muvaffaq qildi buni. Ana endi mana shu muvaffaq qilingan tuhfani banda hamd bilan, shukr bilan qarshi olishi kerakki, Robbim iymon berding, hidoyatga solding, namoz o'qizib qo'yding, sabr qanoat bilan ro'za tuttirib qo'yding. Bunga muvaffaq qilgan o'zingsan. Alhamdulillah, qo'limdan kelgancha ado qildim. Endi buni mendan qabul qilgan. Toat haqiqiy qabul bo'lgan ibodatlar qatorida qilgan. Allohim buni o'zing mendan qiyomat kunida yaxshilik bilan taqdirlagan deyishligi mana bu qilingan ibodatga bandani munosabati hisoblanadi. Allohga bo'lgan insonning odobi hisoblanadi. Ibodatni mana shunday qiladi inson. Bo'ldi, mana qilib qo'ydim, qutuldim, endi nima bo'lsa bo'ldi demasdan, balki Alloh qo'limdan kelgancha ado qildim, buni qabul qilgan deb banda Alloh taolaga havola qiladi. Mana bu kun mo'min musulmonlar o'zaro xursandchiliklarini bir-birlariga ulashadigan kun. Yaxshiligi bilan xursandchiligini bir-biri bilan tabriklaydigan kun. Taqabbalallohu minna va minkum. Ya'ni ey birodar, bugun sizdan ham, bizdan ham yaxshiliklarimizni, toat ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Ramazon hayitlar muborak bo'lsin, mukofot kuni muborak bo'lsin. Ramazondagi tutgan ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin deb go'yoki bir-birlarimizga mana shunday yaxshilikni ulashadigan kun. Mana bu kunda bir-birlarimizni mo'min musulmon insonlar xosatan o'zidan yoshi ulug' qarindosh urug'larni, yori birodarlarni, keksalarni yoki biror bir bemor bo'lgan insonlarni holidan xabar olib, ko'ngillariga xursandchilik ulashiladigan kun. Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhu marhamat qilib aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni meni azamatimni eslab, o'zaro bir-birlari bilan yaxshi ko'rishganlar qayerda? Ularni bugun soyamdan boshqa soya bo'lmagan shu kunda o'z soyam bilan soyalantiraman deb Alloh taolo nido qiladi dedilar. Qiyomat kunida Alloh taolo nido qiladi. Nima deb? Meni roziligim uchun bir-birlarini yaxshi ko'rganlar qani? Ularni o'z soyam bilan soyalantiraman. Chunki qiyomat kunida mahsharda quyosh tig'ida butun xaloyiq turadi. O'sha issiqlikda turgan bandalariga Alloh taolo shunday o'zini fazli bilan, marhamati bilan o'z soyasidan soya tushiradiki, o'sha soyada inson issiq nimaligini bilmaydi, jazirama nimaligini bilmaydi. Mana shunday bir soyaga loyiq bo'ladigan insonlar Allohning roziligi uchun bir-birlarini yaxshi ko'rganlar. Alloh uchun yaxshi ko'rgan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahmat qildilarki, Alloh subhanahu va taolo dedi. Hadis qudsida aytdiki, meni muhabbatim quyidagi insonlarga vojib bo'ladi deb Alloh taolo marhamat qildi. Birinchisi shuki, men uchun o'zaro bir-birlarini yaxshi ko'ruvchilar. Bir-birlarini yaxshi ko'rgan bandalariga Alloh subhanahu va taoloning o'zini muhabbati vojib bo'ladi. Banda o'zini qancha yaxshi ko'rsa, o'zga birodarini ham shuncha yaxshi ko'radi. Bu degani o'ziga ravo ko'rgan narsani birodari uchun ravo ko'radi. Biror bir xursandchilik esa borib tabriklaydi, holdan xabar oladi. Alloh uchun bir bandani yaxshi ko'radi. Shu ikkita yaxshi ko'rishgan bandalarini Alloh subhanahu va taolo ikkalasiga ham muhabbatini vojib qiladi. Ikkinchisi dedi Alloh taolo, men uchun ham majlis bo'lganlar. Ham majlis, ya'ni ham suhbat bo'lib, bir joyda o'tirib, nima uchun jam bo'ldi, nima uchun bu yerda bular o'tiribdi desa, bir-birlarini yaxshi ko'rganligidan. Suhbatlari bir-birlariga qo'shib,
maqsadlari faqatgina bir-birlaridan pul olish uchun emas, biror bir obro' e'tibori uchun emas, balki Alloh uchun bir-birlari bilan jam bo'ldi. Uchinchisi, men uchun biri ikkinchisini ziyorat qiluvchilar. Ya'ni biri ikkinchisini Alloh uchun ziyorat qiladi. Alloh uchun bir-birlarini yo'qlaydi. Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom marhamat qildilarki, bir inson o'zini tog'ini etagida turadigan bir birodarini ziyorat qilishlik uchun yo'lga chiqdi. Ziyorat qilishlik uchun yo'lga chiqdi. Alloh subhanahu va taolo u banda uchun o'zini huzuridan bir farishtani odam suratida unga yo'lchi qilib yubordi. Yo'liqtirdi. Va ketayotgan haligi inson uchun odam suratidagi farishta so'radi. Qayerga ketyapsan dedi. Haligi banda aytdiki, shu tog'ni etagida bir birodarim bor. Shuni ko'rish uchun ketyapman, ziyorat uchun ketyapman dedi. Shunda haligi odam suratidagi farishta aytdiki, ha, undan biror bir mol talab qilib ketayotgan bo'lsang kerak-da. Moli dunyo berib qo'ygan bo'lsang kerak, haqqingni olish uchun ketayotgan bo'lsang kerak-da, dedi. Haligi odam aytdiki, yo'q. Undan biror bir foyda ko'rish uchun emas, Alloh uchun shu birodarimni yaxshi ko'raman. Alloh uchun shu birodarimni yaxshi ko'raman. Ziyorati uchun ko'rgani ketyapman dedi. Shunda haligi elchi farishta aytdiki, Allohga qasam ichib aytamanki, men sen uchun yuborilgan elchi farishtaman. Allohga qasamki, sen bugun o'z birodaringga qanday muhabbat qilgan bo'lsang, Alloh subhanahu va taolo ham senga shunday muhabbat qildi. Sen hozir qanaqa oshiqib, o'zingni birodaringni ko'rish uchun qanday bir yaxshilik bilan ketayotgan bo'lsang, qanday yaxshi ko'radigan bo'lsang, Alloh subhanahu va taolo ham seni shunchalik yaxshi ko'rdi deb unga xabar berdi. Demak, bugun bir-birlarimizni yo'qlaydigan kun. Dodalarimiz, buvilarimiz, amma xolalarimizni ziyoratini bugun qiladigan kun. Bo'lib ham agar ular betob bo'lsalar, dardman bo'lsalar, dardmanlarni borib ko'radigan, qo'ni qo'shnilarimizni ichida, qarindosh urug'larimiz ichida yoshi ulug' bo'lgan otaxonlarimiz, onaxonlarimizni, qo'ni qo'shnilarimizni holidan xabar olib, bugun ularni ziyorat qiladigan kun. Nega? Chunki biz bugun shu ziyorat bilan yo'lga chiqsak, muhabbat bilan yo'lga chiqsak, Allohning muhabbati bizga tushadi. Bandasidan Alloh subhanahu va taolo ulug'larimiz aytadilarki, bandadan Alloh taoloni rahmati bahona qidiradi. Alloh taoloning rahmati bandalarning tepasida shunday uchib yuradi. Banda agar biror bir Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladigan, Allohning roziligini topadigan amalni qilib qolsa, u kattamidi, u kichikmidi, Allohning rahmati tushib qolsa, shu odamni Alloh taolo mag'firatiga oladi, fazliga oladi. Shuning uchun banda dedilar, qiladigan amallarni past sanamasin. Katta ibodatlarni qilib qo'yganman-ku, bu nima bo'pti demasin. Balki Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmatini, o'zining mag'firatini solih amallarni ichiga yashirgan. Bizni Alloh subhanahu va taolo shu dunyoda banda qilib yuborar ekan, Alloh taologa biror bir ishimiz agar maqbul bo'lib qolsa, Alloh mag'firatiga yuboradi. Maqbul. Ya'ni o'sha ishimiz yoqib qolsa bo'ldi. Endi qaysi bir ishimiz qaysi holatda yoqadi, uni bilmaymiz. Shuning uchun bandani yaxshi amallari qiladigan amallarning ichiga Alloh taolo o'zining rahmatini, mag'firatini yashirgan. Birodarimiz ziyorat qilishligimizda Allohning rahmati bormi? Bir yetim yesirni boshini silashligimizda bormi? Qo'ni qo'shnimizning holdan xabar olishligimiz bormi? Yoki biror bir bemor bo'lgan, betob bo'lgan, biror bir yaqinimizni ziyorat qilishligimiz bormi? Qalbimizdan xolis Alloh taoloning roziligi uchun amalni qilaveramiz, qaysi birida topamiz Allohning rahmatini uni bilmaymiz. Ana o'shani ilinjida bo'lishi kerak. Biz arzimagan deb sanagan bitta yetimni boshini silaganimizda Allohning rahmati bordir. Yoki oldimizdagi shunda yon qo'shnimizni ziyorat qilib ikki og'iz shirin so'z gapirganimizda Allohning rahmati, fayzi barakoti bordir. Ba'zida bandani deydi Alloh taoloning rahmati yog'ilishligi uchun bandadan yetadigan biror bir aziyatni ko'tarib, shu aziyat yetgan vaqtidagi qiyinchilikni, mashaqqatni biz tilimizda endi uni o'sha kechirish, ya'ni bir insonni gunohidan o'tish.
Bu ham bandani tepasiga rahmat yog'ilishlikka sabab bo'ladi. Kechirim har bir narsada aytadilarki ulamolarimiz, har bir ishni asari bo'ladi. Asari degani izi degani. O'ylamaylikki, hamma ishimizda asar bor. Namoz o'qiyapmizmi? Namoz o'qiganimizda har bir mahallada inson uchun bir iz qoladi. Hattoki namoz o'qiguvchi namozga kelayotgan vaqtidan namoz o'qib qaytayotgan vaqtidagi maqomi boshqacha bo'ladi. Namoz o'qigandan keyin insonni bandani maqomi ko'tariladi. Har bir qilinadigan ishda asar bor, hatto gunohda ham dedi. Gunoh qildim, hech narsa bo'lmadi, hech qachon o'zgarib qolmadi, molim joyida turibdi, sog'ligim joyida-yu, demang uni asari turadi deydilar. Gunohdan asar qoladi. Toat ibodatdan ham, yaxshilikdan ham asar qoladi. Ulug' zotlardan birlari aytgan ekanlarki, men hattoki gunohimni ta'sirini minib ketayotgan ulovim men tomon qo'limdagi juganini totganimda men buyurgan tomonga yurmasdan injiqlik qilib, qaysarlik qilib, og'zini qattiq qilib bunday qilganda yo'q bilib olaman derkanlar. Qaysarlik qilgandan bilib olaman. Hattoki o'zimni farzandlarim bir ish buyursam, uni kechiktirayotganligidan bilib olaman degan ekanlar. Kechiktirib, keyinroq qilib qo'yarman deb gapimga quloq solmayotgandan, palon joyda bir xato qilgan ekanman deb o'sha gunohimni ta'sirini gapim beta'sir bo'lib qolgandan bilib qolaman degan ekanlar. Bu qilingan gunohlar insonni hayotida, hatto payg'ambar alayhisalom aytdilarki, gunoh dedilar. Banda biror bir gunoh qilsa, qalbida bir nuqta qora dog' paydo bo'ladi dedilar. Qora dog' paydo bo'ladi. U dog'lar ko'payib, gunoh qancha ko'paygani sari o'sha dog'lar ham ko'payib, hattoki qalbni qora zulmat qoplaydi deganlar. Qora zulmat degani bu insonni bu ko'zi faqatgina buni moddiy narsalarni ko'radi. Qalb esa ma'naviy narsalarni ko'radi. Savobni ko'radi, gunohni ko'radi. Yaxshini ko'radi, yomonni ko'radi. Bu ko'zimiz faqatgina moddiy bo'lgan bir bizga keladigan zarbani bilishligi mumkin, ziyon zahmat kelayotganligini bilishligi mumkin, ko'rishligi mumkin, moddiy jismlarni bilishligi mumkin, sovuq issiqni ko'rishligi mumkin, lekin qalbimiz mana u ishda savob bor, mana u ishda gunoh bor. Shuning uchun ba'zi bir bandalarga, "Voy, to'g'ri o'rningdan namoz o'qiymiz. Hozir Ramazon keldi-ya, Ramazonda ham roza tutmaysanmi?" desa, qandaydir shu tutolmayman-da deydi, bo'ldi. Nega desa, bu qalb qorayib ketgan. Zulmatga to'lib ketgan. Dog' bilan qoplangan endi. Shuning uchun har bir ishda nima bor? Asar bor. Gunohda ham asar bor, qilingan solih amalda ham asar bor. Bir iz qoladi. Qilingan savob ishlarimizda, hattoki hozir aytaylik, mana bir insonni borib ziyorat qilishligimiz bormi? Biror bir bandani bir yaqinimiz bormi? Shuni bir gunohdan o'tish yoki kechirishlikni tegida ham bir asar bor. Kechirishlikni tegida Alloh taoloning rahmatini yog'ilishligi bor. Allohning rahmati yog'iladi. Hazrat Umar roziyallohu anhu ni o'zlarini singillari iymonga kelgan vaqtida qarasalar uyda o'tirib Qur'on o'qiyapti, kirib keldi. Fatima singillarini bir shappat qo'yib, "Sen hali iymon kelgan, hali Umarni singlisi iymonga keldimi?" deb bir shappat qo'yganda, Fatima singillari og'izlari qonigan holatda, ko'zlarida yosh holatda shunday Hazrat Umarga qarab, "Ey Umar, Umar bo'lsang o'zingga, seni ham ona tuqqan, meni ham ona tuqqan. Ja borsa, jonimni olarsan, lekin iymonimni ola olmaysan. Akam bo'lsang o'zingga, lekin iymonimdan kechmayman. Haqiqatan ham Muhammad alayhisalomga iymonga keldim, ishondim, dinga kirdim. Nima deysan?" Yig'lab turibdilar, ko'zlaridan yosh oqib turibdi. Hazrat Umar roziyallohu anhu shunda qaradilar, singillari qonga belangan pastda yotibdi. Shunda akaliklari tutib ketdi-da. Hali iymonga kelmagandilar. Akalar tutib hali singillarni ko'z yoshini ko'rib, yig'lab turganini ko'rib, shunda o'zgardilarki, "Menga ham o'rgat, nima o'zi u?" dedilar. "Menga ham o'rgat" dedilar. Mana shu yerda rahmlari, ya'ni singillariga bo'lgan akalik mehri oshib ketdi dedi.
ulamolarimiz nega bu Hazrat Umar roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalom oldilariga borib yoki bo'lmasam shunchaki iymonga kelsa bo'lardi, lekin nima sabab bo'ldi desa, ulamolarimiz aytadilarki, Hazrat Umar roziyallohu anhu dek shunday bir vajohat bilan kelgan Umarni 100% shunday o'zgartirib qo'ygan narsa o'zlarini singillariga bildirilgan akalik mehr bo'ldi deydi. Mana shu mehr orqali, shafqat orqali Allohning rahmati yog'ildi. Iymon shunda nasib qildi. Shunda o'zgardilarki, "Ey singlim, bu o'qiyotganlaring nima? Menga ham ber, men ham o'qiy" dedi. Alloh taolaning rahmati ana o'sha birgina singillariga bo'lgan mehr orqali nozil bo'ldi. Va Hazrati Umar roziyallohu anhu borib payg'ambar alayhisolatu vassalomga borib keyin iymonga keldilar. Demak, Alloh taolaning rahmati bahona qidiradi. Ulamolarimiz aytadilarki, Alloh taolaning bandasidan rahmat yog'ilishlik uchun biror bir bahona qidiradi xolos. Bu degani bahona degani qaysi bir ishda bilmaymiz. Ziyoratimizdami, bir birodarimizni kechirishligimizdami? Xudo uchun seni kechdim deng. Haligi odamni qanaqa xursand bo'lib ketdik deganini bilasiz. Shunday insonlar bo'ladi, yaxshilik qilganingizdan yig'lab boradi. Birovlar endi beta'sir bo'ladi. 1 million bersangiz ham, "Ha, bo'pti, olib kel." Lekin shunday ko'ngli o'ksik insonlar bor, ko'ngli yarimta. O'sha yetim yesir, bir beva bechora, kambag'al bo'lgan, ko'ngli siniq insonlarni ziyorat qilinsa, ularning xursandchiligini mana Ramazon oylarida ko'pchiliklarimiz mana zakot ulashish yoki xayr ihson qilish, buni mazasini o'sha qilib yurgan odam biladi. Haligi bir narsa bersangiz, ana kuni bir qo'y so'yildi, tarqatildi. Bir xaltada bersak, haqiqatan muhtoj oila. 2 ta qo'shib berdik. 2 ta qilib bersak, haqiqatan ham o'shanga muhtoj. Lekin yo'q deydi, mana bittasini olib qo'yinglar, menga shu o'z bittasi ham yetadi deydi. Yetadi shu ham deydi. Mendan ko'ra muhtojga bering deyapti. Rosa muhtoj, o'zi beva, bola chaqasi bilan o'tiradi. Mendan ko'ra muhtojroqqa bering deyapti. Bu odamga Allohning rahmati yog'ilmasdan kimga yog'ilsin? Xursand bo'lganidan shuncha berasizlarmi menga deyapti. Shunday ko'ngli o'ksik insonlarni topib ziyorat qilinadigan kun demoqchimizda. Bugun Alloh taolaning rahmati yog'iladigan, rahmati bandalardan bahona qidiradigan kun bugun. Qani qaysi banda bugun nima qilar ekan? Bugun va bandam senlarga xursandchilikni berdim. Bugun mukofotlayman senlarni. Bugun toat ibodatda bo'lding. Mana bugun inshaalloh Ramazon ro'zalarini tutqizdim. Mana bugun senlarni mukofotlayman deb Alloh taolo mukofotni e'lon qilgan kun. Bugun taqdirlanamiz biz. Yaxshiliklarimiz evaziga mukofotlanamiz. Mukofot xursandchilik bo'lsa-yu, ho'mirib tursak, shirin so'zimizni birovdan ayasak, yaxshi gaplarimizni gapirmasak, birgina bir banda bo'lib, bir bandani gunohidan o'talmasak, aybini kechira olmasak, qana qilib Allohning rahmati tushsin bizga? Qo'shnimiz kasal bo'lib tursa-yu, kirib qo'shni yaxshi o'tiribsizmi, hayitiz muborak bo'lsin deb 2 og'iz gapimizni ayasak, qana qilib Allohning rahmati yog'ilsin? Bugun Alloh subhanahu va taoloning rahmati kezib yuradigan. Kezib yuradigan. Nega? Chunki Alloh butun dunyoga o'zining rahmatini sochgan kuni. Bugun mukofotlayman degan kuni. Nima bilan? Ana o'sha qilingan ibodatlarni, yaxshiliklarni evaziga Alloh taolo bugun mukofotni beradigan, ajrlarni beradi. Shuning uchun Alloh taolo hadisi qudsiyda as-sawmi li va ana ajzi bihi dedi. Roza tutishlik men uchun, uni mukofotini faqat men o'zim beraman dedi. Men o'zim beraman. Alloh taolo bugun mana shunday qilingan, tutilgan rozalarni mukofotlaydigan kun. Hazrati Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hafizahulloh aytadilarki, bandadan biror bir banda bir xayr ihson so'rasa, har bir inson o'zini toqatidan kelib chiqib beradi. Kambag'alroq bo'lsa, kamroq beradi. O'ziga to'g'roq bo'lsa, mundoqroq beradi. Lekin o'sha muhtoj bo'lgan odam biror bir davlat rahbariga borib yordam so'rasa, u oddiy fuqarolar beradigan hadyani bermaydi. Unga yarashmaydi uni maqomiga. Kattaroq narsa ayt, nima muammang bor dedi. Ha, endi 1 kilo go'shtga pul bersangiz demaydi unda. U vaqtda kattaroq narsa so'ragan. Uying bormi, joying bormi? Nima yordam mendan dedi davlat rahbari.
Ha, uyim yo'q edi, bolalarim bilan tiqilib qoldim desa, bitta uy beringlar dedi. Har bir inson o'zini toqatidan kelib chiqib birovga hadiya beradi. Alloh subhanahu va taoloning hadis qudusiydagi as-sawmili va ana ajzibihi degani roza tutishlik men uchun tutiladi banda. Men uchun tutadi rozasini va uni mukofotini faqat o'zim beraman. Hatto farishtalarga ham bildirmadi. Farishtalar ham nima deb yozaydirkan? Banda roza tutsa nima deb yozay? Bandamni roza tutdi deb yozib qo'yaveringlar, uni ajrini o'zim beraman derkan. Aytadilarki, Alloh taoloni bu hadisi qudusiysida as-sawmili va ana ajzibihi deb bunda harflarni qo'yganingizda ajzi deb i qilib o'qisangiz ham bo'ladi dedi. Shunda uni mukofotini o'zim beraman dedi. Endi shunda arab tili qoidasida i'rob harakatini agar aga o'zgartirsangiz, as-sawmili va ana ajzabihi desangiz, shunday o'qiydigan bo'lsangiz, roza tutish men uchundir va uni mukofoti menman degan ma'no kelib chiqadi dedi. Menman degani meni jamolim unga degani. Ya'ni men unga o'zimni roziligimni qiyomat kunida o'zimni vajhimni, ya'ni yuzimni ko'rsataman bandamga degani. Shunday tarjima qilinadi deydilar. Birgina bitta ini aqlib o'qishlikda deydi. Demak, ro'zani banda Alloh uchun tutadi. Uni mukofoti inshaalloh Allohning jamoli. Biz alhamdulillah Ramazon ro'zalarini tutdik, kechalari qoim bo'ldik. Inshaalloh mana bu kunda Alloh subhanahu va taolo tomonidan taqdirlangan kunimiz. Bir-birlarimizga mana shu, masalan, ishxonada, korxonada rahbar tomonidan mukofotlangan odamlar alohida bir xursandchilik bilan qo'lni sovg'asi bilan turadi. Bu yoqdagi turganlar xo'mrayib o'tib ketmaydi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin deydimi? Xuddi bugun ham inshaalloh bir-birlarimizni mana shunday Alloh taolo tomonidan yetgan taqdirlov bilan mukofotlaydigan kunimiz. Bir-birlarimiz tabrik qiladigan kun. Qilingan ibodatlaringizga, toat ibodatlaringizga ajrlar, mukofotlar muborak bo'lsin. Alloh taoloning tuhfalari muborak bo'lsin, bu kunlari muborak bo'lsin deb bir-birlarimizni ziyorat qilib, bir-birlarimizni yo'qlaydigan, bir-birlarimizni tabriklaydigan kun. Alloh hammalarimizga mana bu kunni biz bilgan va bilmagan, hatto anglab yetmagan hamma yaxshiliklardan Alloh taolo bizlarni o'zi nasibador aylasin. Yana bir bor hayit mukofot kuni hammamizga muborak bo'lsin. Alloh taolo o'zini fazli bilan, marhamati bilan Alloh taolo bizga bildirgan va bilmagan ulug' o'zini mulki saltanatini, ulug'ligi, jaloli bilan sizni bizlarni ulug' darajatlar bilan o'zini jamoli bilan bizlarni mukofotlasin. Alloh tutgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Biror bir xatoga, kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, Alloh mag'firatiga olib kechirsin hammalarimizni. Bugun inshaalloh bir hayoti dunyoda kunlar bo'ladi, 5 mahal namozlar bilan jamlanamiz. Kunlar bo'ladi, haftada bir marta jumalarda jamlanamiz. Yana shunday bir kunlar bo'ladiki, yilda 2 marta jumadan ko'ra kattaroq musulmonlar jam bo'lib, ommatan mana shunday bir hayit namozlarini o'qiydigan va shunday bir kunlar keladi, Alloh subhanahu va taoloning huzurida hamma haloyiq mahshorgohda yig'iladi. Ana o'sha yig'ilishlarga bu o'tirishlarimiz bir ibrat. Ya'ni bir kun qaytishlar bor. Shuning uchun nima Eid deyiladiki, qaytish. Har yili mana shunday jamlanish qaytadi. Har yili 2 marta qaytib takror keladi. Bu qaytish bir kun yana qaytadi mahshargohda. Ya'ni butun haloyiqni Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borishligi bor degani. Sizlar hozir jam bo'ldingiz, ertadan keyin mening huzurimga kelasizlar. Mana shunday jamlanasizlar deb Alloh taolo ibrat qilib, mana bu kunlarni bizlarga bayram qilib bergan. Alloh taoloning huzuriga borganimizda ham, mahshargohda ham bizlarni haqiqiy bir o'zini fazliga, marhamatiga erishgan, mukofotga sazovor bo'lgan holatda yuzlarimiz yorug' bo'lib, Allohning jamoliga musharraf bo'lish baxtini Alloh hammalarimizga muvaffaq qilsin. Yana bir bor ushbu kunlar hammamizga muborak bo'lsin.